Mana shu narsani Aziz aka qiyin narsa deyapsiz-da. Nimasi qiyin mana shuni? Mana o'yna. Mana bu narsani yopishtirgansiz. Mana bu narsani ustiga necha vaqt ishlaganmiz. O'zidan o'zi havodan osmondan yomg'ir qilib tushmagan bu. Nimasi qiyin aka o'zi mana shu narsani? Bitta ko'rsatingchi mana. Qarang. Mana bu narsa, mana podvol usti bo'ladi, plyamka. Dahshat chiqqan, ko'ryapsizmi? Mana pilsoskachalarida chotki. Agar siz podvol ustini shunaqa yopmoqchi bo'lsangiz, Otabek, siz ustasiga topshiring. Siz ko'rayotganingizdek viz-vizlar juda ham oson ko'rinadi, lekin viz-viz emas bu. Mana shu bitta kommentariyaga yozaveringlar-da. Qiyin narsa emas-da mana shu. Sizningcha qiyin emas. Yo'q, qiyin emas u. Umumiy olganda ham qiyin emas. Yoki o'ynachi akalar bitta yozishsin. To'xtanglar. Samarqandda yozishsin, kim qila oladi shunaqa narsa? Men o'zimni maqtamayapman, просто kim qila oladi o'sha? Uyni egalaridan men o'zlaridan eshitganman, 4 ta ustani chaqirdim, birinchisi qila olmadi dedilar. Shunga aytayapman, videoga olaylik deyapman, siz aytyapsizki, yo'q, bu quyosh kabi. O'tirib endi video olishga balo bor.